Assalomu alaykum azizlar. Avvalambor yaxshimisizlar? Man aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, neroz bo'lgan insonlarga. Manda ham mana shunaqa holat bo'ldi, kuzatildi-da. Keyin man yotdim, endi hech qatim og'rimadi, faqat yomon xayollar keladi. Yomon narsalar o'ylayman. Turgim kelmaydi, faqat yotavergim keldi. Yotyapman. Oyim keladi, yonimga aytadi, "Nima muncha yotasan?" deydi. Aytolmayman, ichim muzlab qolganda, hech kim bilan gaplasha olmayman. Telefonlar ham yoqmaydi. Shunaqangi hayotdan so'nggi insonga o'xshab qolganman-da. Keyin bir kuni Xudoga zikr qildim. Mani miyamga shu narsa kelib qoldi-da. Allohimga zikr qilganimdan keyin shuni man YouTube kanaliga yozib ko'ray, qani nima der ekan dedim o'zimga o'zim. Keyin man yozib ko'rdim. O'zimda o'sha psixolog insonga qatnash g'oyasi uyg'ondi. Keyin chunki hech qatim og'rimayapti-da, og'rib ketayotgan, azob berayotgan joyim yo'q-da, faqat lekin menda shu tushkunlik. Keyin shu bilan yozdim. Yozganimdan keyin Zebinusa degan opa bor ekan. Uni ham eshitdim, birinchi u kishini eshitdim. Keyin Muzaffar akani ko'rib qoldim. O'sha Muzaffar akaning gaplari, Zebinusa opaning gaplarini eshitdim, yoqdi, lekin Muzaffar akaning gaplari qanaqadir meni judayam kuchli taassurot qoldirdi. Shunday eshitishim barobar uydan chiqib ketdim-da. Ishonasizlarmi? Uydan chiqib ketdim lekin. Man aytgan ekan bitta gapida, shunaqangi yashayversa inson o'zini o'zi qiynaydi. Mana shu holatda hech kimga yoqmaydi. Shunaqa tushkunlikda qolib ketadi. O'zi uchun o'zi harakat qilish kerak degan fikrni bildirdi. Man aytdim. O'zimga o'zim savol berib boshladim. Haqiqatan bu inson to'g'ri aytayapti dedim. Man har kuni ishonasizlarmi, o'laman derdim. O'laman, bo'ldi, mani hayotim tugadi. Man shunaqangi tugadim deb har kuni ishonasizlar, kim telefon qilsa, kim gaplashsa, man shu gapni aytardim. Lekin Xudoga ming qarra shukr, Allohimni bergan bizlarga bir sinov ekan. Keyin o'shandan u kishini eshitib boshladim. Man srazini yozdim. Savol qilib Muzaffar akaga. Muzaffar aka menga javob qoldirdilar. Keyin men yana yozdim. Keyin menga o'zida aytgan motivatsiya, mana bunaqa aytgan motivatsiyali ovozli xabarlarini qoldirdi. Keyin men o'shalarni eshitib jo'nadim. Eshitib jo'naganimdan keyin menga har bir fikrlash qobiliyati yo'qdi-da bu insonda. Birinchi Allohga zikr qilib boshladim. Allohga shunaqangi 3 mahal zikr qildim. Qanaqa Fotiha surami, Ixlos surami, oyat kursimi, salovat duosimi, hammasini borki aytaveringlar-da. Shunaqangi aytaveringlar. Men 3 mahal o'sha narsani aytaverdim. Shunaqa. 100 talab ham aytdim. 100 talab. Har kuni ertalab 100 talab aytaman. 150 talab ham aytdim. Keyin aytdim, o'shani har kuni ijobat qilaverdim. Keyin bu kishini ham o'sha savol javob qilib, bu kishini ham eshitaverdim. Har bir gapda bunday asarlaring ma'no bor-da. To'g'ri aytayapti-da. Bunday olib qarasalaring ma'noli gap-da. Lekin haqiqatan o'zimiz uchun o'zimiz harakat qilmasak, hech kim harakat qilmay ekan. Men shu narsani his qildim. Men ham o'zimda ajrashgan paytimda 7 oy oyoqsiz bo'lib qolgan paytlarim ham bo'ldi. To'shakda qolib ketdim. Undan keyin shu bormagan doktorlarim qolmadi-da. Menga aynan sen shu doktorsan, tuzalasan degan gapni qilmagandi.
Kunlar o'tdi, oylar o'tdi, yillar o'tdi, xullas tuzaldim-da. Orada yurdim 2 yilmi, 3 yil yurdim. Yana shu hozir qaytalanish boshlandi menda. Keyin bu kishini eshitib, hozir Xudoga shukr, mana endi ajrashganda qiyinchilik bo'ladi-da. Bitta insonga suyanasiz, mani tashlab ketdi deysiz, o'zingizni siqasiz, qiynaysiz. Lekin men ko'p narsalar endi bilib olyapmanki, yo'q, bitta inson uchun siz asabingizni tugatmang hayotda. Xudoyim sizga undan ham zo'r ziyoda baxtni ravo ko'radi. Hamma narsani olib ketsa ham yaxshilikqa deng. Hech kim bilan kurashmang, hech kim bilan tortishmang. Faqat Qodir Allohga hisob qo'yavering. O'zi ko'rsataveradi. Biz bandalarni jazololmaymiz. Bizga bergan azob uchun Xudo jazosini beradi hammani. Shu narsani unutmaslik kerak ekan. Xullas o'shanday gaplarni ham eshitaverdim. Men keyin o'sha bitta o'zimga o'zim g'oya tug'ildiki, o'sha avvalambor zikr qilib Xudoga iltijo qildim. Keyin bu inson ikkitasini men shu ishlab kelyapman. Hozir Xudoga shukr, natija yaxshi. Allohga ming qatla shukr. Men hozir hech kimga men o'laman degan gapni qilayotganim yo'q. Men shuni ham o'yladimki, odam xohlagan joyda o'lib qolishi mumkin. Bu kasal odam ham, sog' odam ham. Lekin Xudo qancha umr sanab berganini hech kim bilmaydi. Hech kim bilmaydi. Hech kim. O'shaning uchun qo'rqmasdan harakat qiling. Men ham qo'rqmasdan harakat qilyapman. Menda ham takrorlanyapti, qayta-qayta, lekin to'xtab qolmayapman. Men baribir ham harakat qilishga o'zimda kuch topalyapman. Men shuni bilingki, o'zingizni ishontiring, o'zingizni majburlab bo'lsa ham ishontiring. Men shuni qildimmi, men o'zimga o'zim bitta narsani ushladingizmi, o'sha qo'yib yubormang. O'sha ushlagan joyingizni qo'yib yubormang. O'sha harakatda qilavering. Harakat qilavering. Men o'zimda shuni his qildim. Meni fikrim hozir nima deydi? Ko'p aqlimga fikrlar kelib boshlayapti. Keyin Muzaffar akada yana bitta g'oyasi bor ekan. Aytgan motivatsiyasi gapirgan gaplarda inson har kuni yotishdan oldin yaxshi narsalar o'ylash kerak dedi. Menda 24 soat uyqu yo'q, ishonasizlarmi? Hozir ham yo'q. Lekin men o'sha uyqu ko'rmasam ham hayotda kurashyapman mana. Nima bo'lsa bo'ladi endi deb kurashyapman. Yiqilsam uyda o'zimni qorong'ulikqa solib yotardim, lekin xato ekan. O'zimni o'zim qorong'ulikqa solib yotganimni foydasi yo'q-da. Masalan, yotaversam, men bu uydagilaringiz degan begonalarning oldida, qarindoshlarning oldida ham siz ular nazoratida, siz hech ham uning kasalligiga o'tmaysiz. Sizda psixologik haqiqatdan ham men bu kasallik boshingizga berilyapti, lekin uni hech kim his qila olmaydi. Chunki uni tanasi boshqa dard bilmas degan. Hech kim bilmaydi siz kasal ekaningizni. Ular nazoratida, ularning qarashi bo'yicha siz soppa-sog' odamsiz. Joningiz yeb ketayotgan joyingiz ham yo'q-da. Men bunaqa shunaqangi azob beradigan joningiz ham yo'q-da. Mana azob berayotgan joyingiz ham yo'q. Shu uchun harakat qilish kerak. Men shunday deb o'ylayman. Ilohim, birinchi navbatda Xudoyim ming qatla shukr. Bizni g'am tashvishlardan, qayg'u azoblardan, yomonlik, kulfat, ofatlardan o'zi saqlasin Allohimni. Allohim yaxshi baxt ber, yaxshi hayot ber, bundan keyin yaxshi hayot ko'rish nasib qilsin deng-da. Hamma ishni qilavering. Keyin Muzaffar akaga ham ming rahmat. Muzaffar aka bu bir sababchi inson-da. Alloh bizni boshqaratgan joyga mana Muzaffar akaga ko'rsatib qo'ydi. O'shandan keyin mana yashashlar yaxshi, lekin menda g'oya tug'ilyapti. O'zim ustimda ko'proq ishlab, hammaning nazoratida odamlar bilan yaxshi suhbat qila olishim kerak. Men jahl bilan o'zimga hamma narsani o'zimga kerakli ekan deb qabul qilib olavermasligim kerak ekan. Masalan, o'ylaysiz, odam ayiq bo'laman desa ham bo'lar ekan. Yaxshi bo'laman desa ham bo'lar ekan, yomon bo'laman desa ham bo'lar ekanda. Nimani xohlasangiz o'sha bo'lib ketaverar ekan. Lekin o'sha
o'shanday holatga tushishi umuman nima deydi inson yo'q. Muzaffar aka aytgandek, bu bir aqlga berilgan mussur fikr deganlari to'ppa-to'g'ri. Biz aqlimiz bilan o'ylayapmizki, hozir shuni qilsak shunday bo'lib qolamiz degan fikr miyamizga o'rnatib olganmiz ekan. Haqiqatdan o'zimdan man sinab ko'ryapman. Lekin o'sha fikr yo'qolsa inson shunaqangi zavqlanib dunyoga boshqacha qaraydi-da. Lekin bu ham bir Allohning sinovi. Sinovda Allohni bizlar mana shunday aytganlaridek Muzaffar aka har bir gapini eslayapman. Biz menga yomon kun berilganda Allohni tilimizga olamiz ekanda, zikr qilamiz, namoz o'qiymiz. O'sha payt eslab qolamiz. Lekin undan oldin sho'x-shodon yaxshi hayot kechiraversak eslamaymiz. To'g'ri, Allohga shukr, u bu deb qo'yishimiz mumkin, lekin zikr qila olmaymiz, namoz o'qimaymiz. Ko'pchilik odamlarda masalan. Men o'zimga ahd qildim. Shu narsani men Allohga har doim zikr aytishda ahd qildim. Allohning haqqiga duo qilishdi. Muzaffar akaga ming rahmat. Ilohim yaxshi kunlarni ko'rsin. Har bir ota-onasini qolaversa, qarindoshlarini, hammamizni bizlarni ham, bizdek obunachi insonlarning baxtiga sog'inmay yursin. Ilohim yaxshi bizdan masalan bizga yaxshilik qildimi, Xudoyim unga yaxshilik qilsin. Men shu gapni aytib qoldiraman, lekin menda vaziyat shunday bo'lgan. Men ham ko'p yomon narsalarni ko'p menda ham nima deydi, azob uqubatlar bo'lgan. Lekin eski xotiralarni haqiqatdan ham yoddan chiqarish kerak ekan. Muzaffar akani yana bitta gapi shuki, bitta daraxtni kesib tashlasa keraksiz bo'ldi deb, keyin u endi yo'q-da, yo'q. Shuning uchun biz ham xalq nazarida o'zimiz yo'q insonga hisoblab tashlayapmiz. Ular oyog'ini ostida o'ylamaymizmi? Poymol bo'lib, har kimga kulgi bo'lib, har kimga gap bo'lib, qachon biz qarasa biz kasalmiz degan miyamizga o'rnatib olib, o'zimiz ustimizda ishlamay, hammani oldida men o'zim fikrim shuda, hammani oldida men shunday bo'lib qoldim degan fikrni qilib yashash bo'lmaydi. Nima bo'lsa ham Xudodan dengdan ketavering ekan. Xudodan bo'ldi endi. Chunki bu hayotda sog'lomga ham, masalan, o'laman desa o'lim haq hamma narsaga. Masalan, hammaga o'lim haq. Ertami, kechmi, sog'lomam, kasalam, nogironam, hamma o'ladi. Hech kim qolib ketmaydi bu dunyoda. Yana bitta fikrim meni shuki, hech kim birdan lavozimga chiqib ketmaydi. Lavozim bitta eng zo'r kasb egasi bo'lib ketolmaydi. O'shani ham mashaqqati bilan kasb egasi bo'ladi. Avval o'qiydi, ishlaydi, real u sinovdan o'tadi. Keyin bir kun o'sha Xudoning nazarida taqdiriga yozgan bo'lsa, o'sha bo'ladi. Taqdiriga yozmagan bo'lmaydi ham. Chunki mana o'z fikr qilsangiz ko'pchiliklar o'qiyapti-da, o'qishda mana men bu o'qishda o'qidim, men o'qishda o'qidim deb kelyapti, lekin ko'pchiliklar o'qib bir tayinli kasb mana masalan o'qiyapti-yu, lekin tayinli kasbi bor, lekin normal ishi yo'q. Ko'pchiliklar mana chet ellarga chiqib ketyapti, boshqa yerlarga chiqib ketib ishlayapti-da. Shuning uchun nima ham deyman, men u insonning fikri menga yoqdi. Men ham o'shanga xuddi mana shu insonga o'xshagan mukammal inson bo'lishim kerak. Men kelajakda hammaning nazarida tavassum bilan, ruhiyatni ko'tarib, tavassum bilan insonlar hayotiga real kirishishim kerak. Ularga men javobni tavassum bilan qaytarishim kerak. Men o'zim asab ichkisi ekanman, narkoz ekanman, bo'ldi endi. Men hech kimga nima deydi? Hech kimga unaqa yaxshi narsa gapira olmayman. Men o'zimni yomonlikka chiqarib qo'yar ekanman, bunday asliga qaraganda. Hammani oldida birovga borib dardingizni ayta olmasangiz, birovga borib qo'shila olmasangiz,
Man bir oddiy qishloq qiziman. Man oddiy bir qishloq qiziman. Lekin mana shu gap 3 mahal zikr qilaman. Allohimdan shunaqangi so'rayman. Man har doim tilimda shu Allohga iltijom judayam kuchli. Man hozir hech kimning gapigayam mani yomonlayaptimi, gapiryaptimi, nimadir deyaptimi qiziqmayapman. Chunki mani ularga yo'qotadigan mana bu asablarim tolasi o'zimga o'zim jabr chektirishni xohlamayman. Gapiraversin, hammani gapirganini bu Alloh ko'rib turibdi. Alloh hammaga kimdir gapirgani bilan hammaga o'z jazosini Alloh beradi. Biz bandalarga jazo berishga haqli emasmiz. Chunki Alloh taolada hammamiz bitta insonmiz. Qanday inson bo'lishidan qat'iy nazar, boy ham, zo'r ham, millioner ham, oddiy ham, kambag'al qashshoq ham, hamma inson Alloh taolada bitta insonimiz. Bitta ko'z bilan ko'radi hammani. Hammani bitta ko'z bilan ko'radi. Hech kimni u ikkita ko'z bilan ko'rmaydi. Shunaqa gaplar. Men shu insonni ko'rdim. Xudo harakat, men harakat qilyapman, lekin men boshqalarga ishonayotganim ham yo'q, video ham ko'rayotganim yo'q. Bu kishi aytganlar internetga kam kiradigan, haqiqatdan men ko'zlarimga ishonasizlarmi? Judayam zirjinlarim pasayib qolgan edi. Lekin internet odamni aqlini zaiflashtiradi ekan. Men hozir ko'rmayapman. Kam internetim qo'shilib tursa ham kam ko'ryapman. Chunki batta men internetga kirib ko'rmayapman. Men ko'rsam ham kino ko'ryapman, qiziq voqealar o'zimga nima yo'qotgan voqealar ko'ryapman, lekin mashq ham qilyapman. O'zimni ruhlantirish uchun, ishonasizlarmi, kayfiyatimni ko'tarish uchun, ruhlantirish uchun. Ruhiyatingiz baland bo'lsa, zo'r holatda yurasiz-ku. Shuning uchun o'zimni kayfiyatimni o'zim ko'tarishga harakat qilyapman. Men hozir kasalman, men unaqaman deb hech kimga aytmayapman. Ishonasizlarmi? Hech kimga bo'lgan suyanchigim ham yo'q. Lekin onajonim, mehribonimni shunaqangi yaxshi ko'raman. Men hamisha kasal bo'lsam yonimda turgan. Ilohim onajonimda men har kuni Xudodan so'rab iltijo qilyapman. Jannat nima deydi? Astagfirullah, Xudo kechirsin. Men onajonimni hoji ona qilish niyatim bor. Inshaalloh menga qilgan mana shu yaxshiligini men hoji ona qilib, meni ham yaxshi kunlarimni ko'rish nasib aylasin. Inshaalloh Xudojondan shunaqangi so'rayapman. Men ham ajrashdim, tushkunlikka tushdim. Mana shunday vaziyatlar bo'lib qoldi endi. Mayli, o'tmishligimcha qoldi. Muzaffar aka aytgan, o'tmishni eslamang. Qo'yivaring, ketaman degan odamni ham qo'yivaring. Siz tashlab ketganlarni ham tashlab ketdi deb g'am chekmang. Mayli, ketaversin. Asabingizni tugatmang. Siz sog'ligingiz siz uchun birinchi navbatda. Sog'lik bu eng katta boylik. Kimlargadir aytganlaridek, kimlargadir mashina olish boylik. Yana baxtdir. Muzaffar aka aytgan, yana kimlargadir sog'lik baxtdir. Nima deydi? Men sog'ligimni boylik deb o'yladim. Chunki hamma joyingiz ishlab tursa, siz hayotda real xursand bo'lib yashasangiz, o'shani o'zi katta baxt ekan. Mana men kasal bo'lib, hamma nazoratda kasal bo'lib yotaversangiz, yomon insonga aylanasiz qolasiz. Sani kasallik tuzalmaydigan kasalga uchragansan deydi. 1 chopa, 2 chopa, 3 chopadi. Boringki 1 yil chopsin, boringki 2 yil chopsin, hamisha ham chopavermaydi. Ular nazoratda ham siz keyin bir asta inson sovib boshlar ekan. Hammani o'zingizdan qochirasiz. O'zingizda kuch topolmay, ojizalik qilib, kasalman desangiz, hamma qochib ketaverasiz. Hech kim sizga oldingizda hech kim qolmaydi. Chunki men boshimdan o'tgandim shu narsani. To'g'ri, sizni yaratgan mana bu 9 oy qornida ko'targan onangiz qoladi. Men shuni his qilganman. Lekin onajonim men uchun shunaqangi ko'zimga yaxshi ko'rinadi. Ilohim onajonim hamisha yaxshi kunlar ko'rsin. Shunaqangi yaxshi
ayolligini man tushunib yetdim. Onajonimni bergan motivatsiyalarni men qabul qilmasdim. Onajonim inshaalloh hali nasib yaxshi bo'lasan, sabrli bo'l desa, baqirgan joylarim bo'lgan. Borku, shunaqangi baqirardim-da, lekin men hech qachon yaxshi bo'lmayman, bo'ldi endi derdim. Yo'q, bo'lar ekan. Onajonim ilohim mani baxtimga sog' bo'lsin. Men onajonimdan minnatdorman. Aytganlar suvga boryapman, o'zim fikrlayapman, uzoqlarga borib fikrlash qilyapman. Mani gapim shu. Men shu insonga birinchi astag'firulloh Allohga ishondim. Alhamdulillah. Subhanalloh. Keyin nima deydi? Keyin bu insonga ishondim. Men bo'ldi. Shu ikkita inson bilan ishlayapman hozirgi kunda. Mani gapiradigan gapim shu. Hamma bu dunyoda kasalman deganlarni Xudoyimda o'zi asrasin. Hammani Alloh panohida asrasin. Hammaga yaxshi kunlar ko'rsatsin. Ilohim yaxshi kunlar, yaxshi to'ylarda yurish, bir-biri bilan didorlashib, xursandchilikda yurish bizlarga nasib qilsin. Mana shu nerko'z odamlarga ham nasib qilsin. O'sha holatdan chiqib hamma xursandchilikda yashasin. Bir kun bo'lsa ham xursand kunni ko'rib yursin. Mana shunday. Mani ichim muzlab qolgan paytlarim bo'ldi. Hech kimga ichimda dardimni chiqarib aytolmadim. O'sha menga qarayotgan mehribon onamga ham aytolmadim. Ishonasizlarmi? Lekin hozir men gaplasha olaman. Ayta olaman, onajon, sizni hali hojona qilaman deyman. Men bu insonga shunaqangi menga bu inson fikrlash mukammal yoqdi-da. Lekin yoqqan Muzaffar akaga ham ming rahmat. Allohimni butun umr zikrini to'xtatmayman. To endi nima deydi? Zikr qilaveraman. Yursalaring ham zikr qilaveringlar, o'tirsalaring ham, tursalaring ham Allohga zikr qilaveringlar. Lekin men 3 mahal hamma suralarni o'qiyman. 150 talab zikrlar qilaman. Shu zikrlar qilish davom etaveringlar. Mani maslahatim, fikrim shu. Rahmat lekin Muzaffar aka, sizga ham ilohim baxtimizga sog' bo'ling, yaxshi kunlarni ko'ring. Sizda yaxshi insonlar ko'paysin. Mana shunaqa siz bizlarga yaxshilik qildingizmi? Xudoyim sizga bundan ham yaxshi kunlar ko'rsatsin. Shu mani gapim, hurmatli insonlar.